Sudurgi holatida birinchi yordam. Birinchi bo'lib bemorni yumshoq yerga yotqizamiz, bosh tomoniga yumshoq narsa qo'yamiz. Sababi bemorda sudurgi bo'layotganda bemor boshini qattiq yerga urib olishi mumkin. Ikkinchi qiladigan ishimiz, bemorni o'ng yoki chap yonboshga yotqizamiz. Bu holatda bemor erkin nafas oladi va og'izdagi ko'pik, qusadigan bo'lsa qusuq massalar tashqariga chiqadi, nafas yo'liga ketib qolmaydi. Bemorga toza havo kelishini yaxshilash uchun atrofidagi odamlarni chetga suramiz va bemor nafasini siqadigan ko'ynak tugmalari, galstuk bo'lsa galstuklarni yechib tashlashimizga to'g'ri keladi. Bemorda qo'rqmasak ham bo'ladi, ko'pincha sudurgilar bir necha minutdan keyin o'z-o'zidan o'tib ketadi. Bu holatda bizlar qiladigan ishimiz, bemorning iloji bo'lsa, sudurgisi necha minut bo'lganligini va videoga syomka qilib olishimiz mumkin. Sababi nevropatologga borganda aynan syomka qilib olsak, bemordagi sudurgi holatini tashxislash uchun yordam beradi.